Ko'ksaroy qarorgohidamiz. Mana shu dargohda har doim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti mamlakatimizga tashrif buyurayotgan mehmonlarni kutib oladilar, prezidentlarni. Va shularning oldida siz har doim raport berasiz. Mana yillardirki mana shu mas'uliyatli ishni bajarasiz. Hech ham sizdan intervyu olmaganmiz. Bugun shuning uchun so'ramoqchiman. Ishingiz juda ham mas'uliyatli. Bunga qay darajada tayyorgarlik ko'rasiz? Assalomu alaykum. Oldimizda turgan davlat tadbiri doimiy bo'lib o'tadigan davlat tadbirlari juda katta mas'uliyat yuklaydi o'zimizga. Faqat shaxsiy tartibda qolaversa o'zimizga butun qurolli kuchlar O'zbekiston nomidan chiqib ma'ruza qilaman. Bu juda katta his-hayajon bo'ladi ba'zi insonda. Lekin katta tayyorgarliklarimiz bor. Tayyorgarligimiz juda kuchli. Bungacha tadbirimizgacha juda ko'proq tayyorgarlik qilamiz. Saf maydonida mukammal tayyorgarlikka ega harbiy xizmatchilarga egamiz.